حمدت إلهي بقلب وجل ودمع على الخد إذ ينهمل وثنيت صلى الإله العظيم على المصطفى سيد بسم الله الرحمن للأول. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Demek biz Nasaihul İbad fi bayani alfaz munabbihat ala al-isti'dad li yawm al-ma'ad kitobidan o'qiyotgan edik. 19-maqolaga kelib to'xtagandik. Wal maqolatu at-tasi'atu 'ashara 19-maqola. Xo'p, demak Imom Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayh 19-maqolada aytadiki: "Wa awhallohu ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuk wa la ta'sini fima nasahtuk." Demak, Alloh taolo bir qancha ba'zi payg'ambarlarga vahiy qiladiki, ati'ni, ati' fe'li amr buyruq shaklida hisoblanib, ati'ni bu yerdagi nunul viqoya hisoblanadi, ya mutakallim, ya'ni menga itoat qil degani. Fima amartuk, men senga buyurgan narsada menga itoat qil. Wala ta'sini, ta'si ham fe'l nahy hisoblanadi. Va jazm alomati ta'si deg oxiriga ya illat harf hazf bo'ladi. Wala ta'sini, demak menga osiylik qilma. Fima nasahtuk, senga nasihat qilib aytgan ishlarimda menga osiylik qilma. Demak 19-maqolani sharhida aytadiki, demak ya'ni ay fima da'awtuka ila ma fihi salah, ya'ni nasahtukani sharhlayapti. Senga nasihat qilgan narsalarimda menga osiylik qilma, ya'ni men seni unda saloh bo'lgan, yaxshilik bo'lgan narsaga chaqirgan ishlarimda sen osiylik qilma. Ya'ni men seni doimo yaxshilik bo'lgan narsalarga chaqiraman. Ya'ni nasahtukdan murod shu. Saloh bo'lgan narsalarga chaqiraman. Va yana nahaytuka amma fihi al-fasad. Fasod bor bo'lgan narsalarda seni qaytaraman. Mana shu ishlarda menga osiylik qilma dedi. Demak, biz yana eslatma qilamiz. Biz ikkilik bobini o'qiyapmiz. Ya'ni bu yerda doim bu bobda ikkita narsalarni yonma-yon keltiraman. Yuqorida itoat qil, osiylik qilma. Ya'ni ikkalasi ham mushtarak bo'lgan narsalar. Ya'ni mushtarak deganimiz yonma-yon keladigan itoat qil, osiylik qilma. Ikkilik bobiga tushadi. Al-maqolatul 20, 20-maqola. Xo'p, mana shu joyda eslatma qilaylik. Demak, at-tasi'atu al-maqola bilan jinsi bir xil bo'ladi. Ammo 20 mana bunaqa alfazul uqudlar jinsdoshi bilan jinsda moslashmaydi. Muzakkarga ham muannasga ham bir xil aytiladi. Al-maqolatul 20, 20-maqola. Demak, aytayaptiki, qiyl aytiladi. Kamalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Aqlning kamoloti, ya'ni aql komil bo'lib to'liq shakllanishi va biz o'shani aql deyishimiz bu Alloh taoloning roziligiga ergashishdir. Wajtinabu sakhatihi, ya'ni sakhatihi degi ha domir Alloh taolo, ya'ni Alloh taoloning g'azabidan, saxot g'azab, chetlanishdir. Demak, sharhida aytayaptiki, mana shu aql bo'lsa, ya'ni fa khilafu zalika jununun, buni teskarisi jinnilik, ya'ni Allohning roziligiga ergashmaslik yoki Allohning g'azabidan chetlanishni o'ziga lozim tutmaslik, Allohning g'azabidan beparvo yurish bu jinnilikdir. Al-maqolatul hadiyatu wal 20, 21-maqola. Demak, 21-maqolada aytiladiki, la g'urbata lil fadil va la vatana lil jahil. Mana shu joyda la o'zining ismi demak mana shunday holatda keladi. La g'urfata bo'lib, la g'urbata kechasiz. La g'urbata lil fadil, fozil fazilatli kishiga hech qanaqangi g'urbat yo'q. G'urbat degani g'ariblik, yolg'iz qolib ketish, odamlardan uzilib qoldi degan narsa yo'q. Wala vatana lil jahil, johilni bo'lsa bir qo'nin topadigan joyi yo'q. Nima uchun? Mana sharhini o'qiymizki, 21-maqolada, ya'ni bu yerdagi fodildan murod al-muttasifu bil ilmi wal amal, ilm va amal bilan sifatlangan kishi.
Demak, ilm va amal bilan sifatlangan kishi, ilmi ham amali bor bo'lgan kishi fozil, bu kishi kana mukarraman muazzaman indan nas. Insonlarning huzurida doimo u karamli, mehmon qilinadigan, ulug'lanadigan odam bo'ladi. Fi ayyi baladin kan, qaysi yurtda bo'lishidan qat'iy nazar. Natijada fakana kullu baladin indahu watan. Natijada hamma yurt uning uchun vatan hisoblanaveradi. Ha, to'g'ri, o'zi tug'ilib o'sgandek vatan bo'lmaydi, lekin insonlar uni to'g'ri qabul qiladi, go'zal qabul qiladi. Walau kana g'ariban, garchi u yurtda g'arib, begona bo'lsa ham. Ammo wal jahilu bi khilafi zalik, johil buni xilofi, ya'ni johil odam o'zini yurtida bo'lsa ham g'arib odamlardan alohida yashashligi mumkin. Johilligi uchun odamlarga nafi keltirmasligi uchun ham undan bezor bo'lishi mumkin, o'zini yurtida bo'lsa ham. Wal maqolatu thaniyatu wal 20, 22-chi maqola. Xo'p. Aytiladiki, man kana bi ta'ati 'inda Allohi qariban, kim toat bilan Allohning nazlida, Allohning huzurida qarib kimsalardan bo'lsa, ya'ni toat qilib Allohga yaqin bo'ldimi, kim shunday odam bo'lsa, bilingki, ya'ni bu yog'i, ya'ni kana baynan nasi g'ariban, u insonlarning orasida g'arib kimsa bo'lib qoladi. Ya'ni Allohning buyruqlariga itoat qilib, Allohning amallarini bajargan odam bora-bora insonlardan uzoqlashib qolishi mumkin. Xo'p, ya'ni man istanasa bishtighali ta'ati Alloh ta'ala, kim Allohga toat qilish bilan mashg'ul bo'lish orqali, Allohning toati bilan mashg'ul bo'lish bilan o'zini ovutsa, istanasa degan o'zini ovutsa, mana shu bilan ulfat bo'lib qolsa, sora mustawhishan indan nas. Soraning ismi, ya'ni kana axovatlardan hisoblanadi. Soraning ismi, ya'ni mana shu joydagi man, ya'ni huwa domir manga qaytib, mustawhishan sorani xabari bo'ladi. Ya'ni insonlardan u vahshiylashib, vahshiylash endi biz qo'pol mazmunda emas, insonlardan ajrab qoladi demoqchi. Xo'p, vaqil yana aytiladi. Al-maqolatu as-salisatu wal 20, 23-chi maqolada harakatu ta'ati, mana shu juda muhim. Aytiladi, qarang. Harakatu ta'ati dalilul ma'rifa. Ha, kama anna harakatal jismi dalilul haya. Ya'ni bir toatga harakat qilish, buyruqlarga harakat qilish, ibodatlarga harakat qilish, ana shularni bajarishga intilish, bu dalilul ma'rifa, Allohni tanishlikka bir belgi. Demak, tanir ekan, qilaman deyapti. Xuddi kama anna harakatal jism, go'yoki mana bir jismning harakati, tamom, dalilul haya. Ya'ni o'sha jismning hayot ekanligiga dalil. O'zidan o'zi bir narsa harakatlanmaydi. Harakatlanyapti, demak unda hayot bor. Mana shunga xuddi toatga harakat ham ma'rifatning dalili, ishorasidir. Endi bu yerda harakatu ta'ati izofa bo'lib haraka mubtada hisoblanadi, dalilul haya izofa bo'lib dalil uning xabari hisoblanadi. Anna harakatal jismi dalilul haya, bu ham annaning ismi hisoblanadi. Harakatal jism izofa bo'lib dalilul haya annaning xabari hisoblanadi. Tamom. Ana sharhiga o'tadigan bo'lsak, val ma'na, buni ma'nosi shuki, anna ityanal abdi at-ta'ata, endi albatta banda toatni Alloh taolo uchun, Alloh lillahi ta'ala, ya'ni Alloh taolo uchun toatni bandaning keltirishi, ya'ni ityan degan keltirish, amalga oshirish, ya'ni bandaning Alloh taologa bo'lgan toatni amalga oshirishi alamatun, belgi hisoblanadi, ala ma'rifatihi lillah. Ma'rifatihidagi ha domir abdiga qaytib, ya'ni o'sha bandaning Allohni, lillahi degan Allohni bilishligiga alomatdir. Mana shu joyda bir muhim nuqta bor. Qarang, ityan al-abd, ityan mudof, al-abd mudofun ilayh dedik. Ha, lekin at-ta'ata qilib i'roblayapmiz. At-ta'a ta qilib i'roblayapmiz. Nima uchun at-ta'ata bo'lib i'roblanyapti? Chunki at-ta'ata bo'lib i'roblanishining sababi ba'zida fe'lning amalini uning masdarlari ham qiladi. Mana bu joyda ityan ata fe'lining masdari hisoblanib, at-ta'ata mana shu ityan uchun maf'ulun bihi bo'ladi. Xo'p,
Buni nahv darslarida o'rganamiz. Va ityan mubtada annaning ismi alama annaning xabari hisoblanadi. Xo'p. Iza kasratit ta'a, agar toat qancha ko'p bo'layaptimi? Ya'ni Allohga ibodat qancha bir odamniki ko'pmi? Tamom, kasratil ma'rifa. Ma'rifati ham shuncha ko'p ekan. Va iza qallat, ya'ni agar kamaysadan murod at-ta'a, ya'ni muannasda. Ya'ni agar toati qancha kamayaptimi Allohga? Qallat deb qo'yapti. Ya'ni qallatil ma'rifa, ma'rifasi ham Allohni tanishi ham shuncha kam uni. Nimaga bunaqa? Toat amaliy jarayonki, masalan, bir odam roza tutyapti, amaliy ko'rinib turibdi, namoz o'qiyapti, amaliy ko'rinib turibdi. Ma'rifat botiniy narsa. Ya'ni inson bilaman deydi, lekin uni biz qalbini yorib bila olmaymiz. Ya'ni Allohni taniyman bila olmaymiz. Toat zohiriy narsa. Qanaqa zohiriy narsadan ichki ma'rifatga ishora qilyapsiz? Li'anna zohir, chunki bu zohir, ya'ni toatning zohiriy bo'lishi mir'atul batin, ichki mana bu ma'rifatning ko'zgusidir demoqchi. Wal maqolatu ar-rabi'atu wal 20, 24-chi maqola. Demak, qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam, payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadi: Aslu jami'il xatoya hubbud dunya. Xatolarning barchasini asl o'zagi bu dunyoni sevishdir. Asl mubtada, hubbud dunya izofa bo'lib, hub aslning xabar. Va aslu jami'il fitan, fitnalarning barchasining o'zagi asli bo'lsa, man'ul ushri va zaka. Ushur va zakotni man qilish, bermaslikdir. Ushur nima? Ushur bu o'sha ekin tikinlardan beriladigan soliqning turi hisoblanadi. Zakot bu undan ham umumiyroq. O'zi asli ushur ham zakotning bir turi. Bu yerda hozir quyida sharhda ham o'qiymiz. Bu ham o'sha narsa ekan, bu ham o'sha narsa ekan. Va buni balog'atda aytiladiki, xosga, mana ushur xos narsa, faqat o'sha sabzavotlardan yoki o'sha yerdan ekin tikinlardan beriladigan zakot. Zakot esa umumiy tushuncha. Demak, zakot desam ushur tushunilaveradi o'zi aslida. Demak, ushur xos narsa, zakot umum narsa. Chorvadan ham beriladi zakot, tilladan ham beriladi, mol mulkdan ham beriladi. Buni balog'atda aytiladiki, xos narsaga om narsani, ya'ni umum mazmunni ifoda qiladigan so'zni va orqali atf qilish. Ya'ni xosga umumni atf qilish deyiladi. Masalan, Alloh taolo oyat kalimada Baqara surasida aytadi: Auzu billahi minash shaytonir rojim. Man kana aduwwan lillah, kim Allohga dushman bo'lsa deydi. Va malaikatihi, va farishtalariga, va rusulihi, va payg'ambarlariga. Kimni sanadi? Allohni o'zini sanadi birinchi. Man kana aduwwan lillah, o'ziga dedi. Allohga dushman bo'lsa. Va malaikatihi, farishtalariga dedi. Va rusulihi, va payg'ambarlariga dedi. Undan keyin nima deyapti Alloh taolo? Va Jibril va Mikaila, va Mikaila. Boshqa qiroatda Mikail keladi. Demak, Jibrilga va Mikail alayhisalomga dushman bo'lsa. Jibril va Mikail alayhisalom farishta edi-ku. Boshida aytib ketdi-ku farishta. Nima uchun alohida ularni Jibril va Mikail alohida sanayapti? Demak, bu ham o'sha gap. Endi bu yerda boshqa. Xosni omga atf qilish, ya'ni birinchi umumiy farishtalar deb aytib qo'yib turib, keyin orqasidan xoslarni bittadan zikr qilish. Bu aksi. Ya'ni ba'zida umum aytilib, keyin xoslar unga qayta atf qilinishi mumkin. Gohida uni aksi. Xos ushur kabi o'zi aytilib, keyin orqasidan umum atf qilinishi mumkin. Mana shu qabiladan, mana shu uslubida zikr qilinmoqda. Demak, sharhiga o'tadigan bo'lsak, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytibdiki, barcha xatolarning asl o'zagi dunyoni sevish. Ya'ni dunyo deganda nima bu? Dunyo qanaqa sevish, qaysi mazmunda? Ya'ni dunyo deganda bu vahiya, bu mazada anil haja. Ya'ni inson o'zining hojatidan ortig'ini demoqchi. Ya'ni odam o'zining hojati darajasida bo'lsa, uni talab qilishi sevish hisoblanmaydi. Masalan, bir odam chanqoqda o'laman deb yotibdi. Men suvni yoqtirmayman hozir deb o'zicha zohidlik qilishi, bu dunyoni dan yuz o'girgan deyilmaydi bu. Yoki bo'lmasam, misol uchun o'zining kundalik yemishiga, kundalik kiyimiga yoki talib bo'lsa kundalik o'qishiga, kitoblariga, boshqa narsalariga yetarli bo'lgan narsalardan ko'z yumib, bundan men zohidlik qilaman deyish ham bu dunyoni
mana dan yuz o'giryapti bu deyilmaydi yoki mana shular kerak deb talab qilishi dunyoni sevyapsan deb ham aytilmaydi. Bu yerdagi narsa dunyoni sevish degani hojatdan ortiq. Va aslu jami'ul fitan masjida aslu jami'il fitan bo'ladi. Jami'i tepada ham shunday yozibdimi? Aslu jami'u deb ketibdi. Mana shu joyda noto'g'ri ketgan. Aslu jami'i. Chunki mana bundan oldingi gapda ham o'zi aslu jami'i deb keldi. Bu yerda ham shunday jami' bo'ladi. Chunki mudofun ilayh bir vaqtning o'zida bu jami' fitanga ham mudof bo'ladi. Va bu aslga ham mudof ilayh bo'lganligi uchun jami'i bo'lib keladi. Xo'p, mana shu narsaga doim talab ilm o'qiyotganda e'tiborli bo'lib ketish kerak. Aslu jami'il fitani man'ul ushri va zakah. روى الجملة الأولى البيهقي في شعب يعني birinchi qismni Imom Bayhaqiy Shu'ab kitobida rivoyat qilgan, ya'ni birinchi qism aslu jamil xatoya hubbu dunya deganligini Imom Bayhaqiy Shu'abda rivoyat qilgan va buni ham payg'ambar alayhisolatu vassalomdan emas, balkim min kalami sayyidina Isa alayhisalom, Iso alayhisalomning so'zidan rivoyat qilgan. Va hadha va mana bu esa ya'ni hadha murod nima? Man'ul ushri va zakaga ishora qilmoqchi. Ya'ni bu gap min atfil 'ammi 'ala al-khos. Ya'ni umum ma'nodagi tushunchani xos ma'nodagi tushunchaga atf qilishdir. Ya'ni umum ma'noda zakot tushunchasini ushurga qo'shimcha qilib atf kelyapti. Chunki ushur xos. Mana shu e'tibordan. Li'anna al-ushra chunki mana bu ushur bu xos tushuncha hisoblanadi. Biz-zuru'i va thimar, ya'ni ziroat va meva-chevalarga xos tushuncha. Ammo zakot bo'lsa shamilatun li-zalik. Buni ham, ya'ni ushurni ham zakot degan ushur ham tushuniladi. Va li zakatin naqd pullarning zakoti wal an'am chorvalarning wal zakatil budun deb tushunamiz, o'qiymiz, badan emas, budun tuyalarning zakoti ham qamrab oladi. Shuning uchun ham bu zakot umum ma'no demoqchi. Xo'p, wal maqolatul khamisatu wal 20 25-maqola. Qil aytiladi. Al-muqirru bit-taqsir abadan mahmud. Ya'ni al-muqir degan iqror bo'luvchi, aqarra fe'lining ismi fa'ili hisoblanadi. Aqarra af'ala bobi. Af'ala bobi muf'il bilan ismi fa'il yasaladi. Doim af'ala bobi muf'il. Masalan, akrama mukrim. Yoki bo'lmasam anzala munzil masalan. Ism maf'ul muf'al bo'ladi, munzal bo'ladi. Bu yerdagi aqoma bo'lsa muqim bo'lardi. Aqarra muqir bo'ladi. Demak, muqir iqror bo'luvchi degan. Iqror bo'luvchi bit-taqsir, qusurlarga, nuqsonlarga. Bir odam bir ishni qilib, ashining nuqsoniga o'zi iqror bo'lib turibdi, hali aytilmasdan turib, bunday bo'lib qoldi deb. Demak, mana shu al-muqirru bit-taqsir, taqsir nuqson narsalarga iqror bo'luvchi kimsa abadan mahmud, doim maqtalingandir. Zo'r chiqdi degandan ko'ra uzr menday bo'lib qoldi deb qusurlarga iqror bo'lgan odam doim maqtalgan. Wal iqroru bit taqsir, iqror bo'lsa if'al vazni. If'al o'sha xuddi af'ala bobining masdar if'al bo'ladi. Xuddi akrama ismi fa'il mukrim, ya'ni muf'il bo'ladi dedik. Masdar bo'lsa ikrom, xuddi if'al, a'raba, mu'rib, i'rob bo'lgandaqa. Aqarra, muqirrun, iqror. Ya'ni iqror bu jarayon, masdar. Ya'ni tepada aytdikki, nuqsonlarga iqror bo'luvchi kimsa abadan mahmud, doim maqtaladi. Wal iqror, endi iqror bo'lishni o'zi bo'lsa, iqror bo'lish jarayonini o'zi bit taqsir, bir nuqsonlarga iqror bo'lyaptimi u odam? Mana shu iqror bo'lishning o'zi alamatul qabul, qabul alomati. Ya'ni bu nima degani? Ujub qilmayapti, ujub emas bu, demak, riyo emas deb nuqsonga iqror bo'lib turdim. Demak, mana shu iqror bo'lishning o'zi qabul alomati. Iqror bo'luvchi o'zi bo'lsa mahmuddir, maqtallandi demoqchi. Al-maqolatul khamisatu wal 20 25-maqola. Al-muqirru bit taqsir, nuqsonlarga iqror bo'luvchi, ya'ni bil ajiz, ya'ni toatdan, ibodatdan ojizligiga iqror bo'lgan odam abadan mahmud, doim maqtaladi. Wal iqroru bit taqsir, nuqsonlarga iqror bo'lish bo'lsa alamatul qabul, qabul alomatidir. Ya'ni chunki u li'annahu isharatun ila adamil ujub wal kibr. Kibr va ujub yo'qlik, adam degan yo'qligiga ishora. Wal maqolatu sadisatu wal 20 26-maqola aytiladi.
kufranun ni'mati lu'mun va suhbatul ahmaqi shu'mun. Ne'matga kufron, noshukrlik qilish bu lu'mun, laim, ya'ni yomonlangandir. Suhbatul ahmaq, ahmaqqa ham suhbat bo'lish bo'lsa shu'mun, yomonlikdir. Ahmaq odamni bilib turib, ahmaq odam bilan suhbatdosh bo'lib, do'st bo'lish bo'lsa, bu yomonlikdir, shu'mun, shumdir. 26-maqola aytiladiki, demak, kufronun ni'mati lu'mun, ya'ni ne'matga noshukr bo'lish, ya'ni adamu shukri lin ni'ma, ne'matga shukr qilmaslik degan. Kufron degan shukr qilmaslik. Lu'mun, ya'ni dalilun ila dana'atin nafs, nafsning yomon ekanligiga, past razil ekanligiga dalil. Bir odam ne'matni ko'rib noshukr qilyapti, demak o'sha odamning nafsi o'ta razil ekanligi mana shu jarayon dalildir. Va suhbatul ahmaq, ahmaqning ham suhbat bo'lish, do'st bo'lish, ya'ni ahmaq kim o'zi? Va huwa ahmaq shuki wadi'u shay'i fi g'ayri mahalli, bir narsani o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'yish. Bir narsani o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'yuvchi odam. Ma'al ilmi bi qubhihi, buni qilgan ishini, ya'ni o'sha bi qubhihi degi ha domir wada'ga, ya'ni o'sha qo'yish ishini yomon ekanligini bila turib. Misol uchun aytaylik, suvni isrof qilish yomonligini bila turib shu ishni qilgan odam ahmoqdir. Vadi'u shay, bir narsani o'z o'rnidan boshqa o'rinda o'sha qilayotgan ishining yomon ekanligini bila turib qiluvchi odam ahmoqdir. Mana shu bilan do'st bo'lish shu'umdir, ya'ni shu'um degan, shu'mun degan g'oyru mubarak degan, barakatsiz degan. Kama rawat Tabarani, bu imom Tabarani rivoyat qilgani kabiki, an Bashirdan rivoyat qiladi. Annahu sallallohu alayhi va sallam qol, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadiki, isrim al-ahmaq. Isrim al-ahmaq, ya'ni isrim degani kes degan. Ahmoqni kes. Yani rawahu ibn Abi Asim fi Zuhd ibn Abi Asim rivoyat qilgan, Abu Naim ham ma'rifatu sahabada rivoyat qilgan, Bayhaqi Shu'abul Iman rivoyat qilgan. Ya'ni bu yerda qarang, bi kasril hamzati va ro, mana bu narsani ko'p joyda ko'rasiz, hadis kitoblarida va boshqa joyda, ya'ni hamza va roning kasrasi bilan, ya'ni mana isrim hamza va roning kasrasi bilan o'qi demoqchi. Chunki harakatsiz bo'lganda asrimmikin yoki isbirmi dedi o'zi bu deb o'ylab qoladi. Noto'g'ri yozilma, yo'q, sizga tushuntirib ham qo'yadi. Ya'ni hamza va roni kasrasi bilan, ya'ni iqta'udda, ahmoqning do'stligini, samimiyatini, muhabbatini kes. Ya'ni ahmoq bilan, ya'ni ma'nosi shuki, la tusahibahu, u bilan do'st bo'lma. Liqubhi halatihi, holati yomonligi, yomon bo'lganligi uchun u bilan do'st bo'lma. Ahmoq bilan. Nimaga? Li'anna at-tiba' sarroqatun, chunki tabiatlar o'g'irlovchidir. Qad yasriqu tab'uka minhu, seni tabiating undan gohida o'g'irlashi mumkin. Qad mudori' bilan kelganda taqlil ma'nosini, gohida yoki taqlil va taksir ma'nosini ham beradi. Gohida shu tabiating undan o'sha xislatni tortib olishi mumkin, o'ziga o'zlashtirishi mumkin. Rawat Tirmizi an ibn Umar radhiyallohu anhuma anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol, Imom Tirmizi ibn Umardan, payg'ambar alayhisolatu vassalomdan u aytadiki, rivoyat qilib, xoslatani, ikkita xislat bor. Man kanata fihi, kimda o'sha ikkala xislat bo'lsa, katabahu Allohu shakiran sobiran, Alloh uni shukr qiluvchi, sabr qiluvchi deb yozib qo'yadi. Va man lam takuna, endi kimda bo'lmasa, takuna degan o'sha ikkisi bo'lmasa, fihi unda lam yaktubuhu Allohu shakiran va la sabira, Alloh uni shukr qiluvchi va sabr qiluvchi deb yozmaydi. Xo'p, o'sha kim qanaqa kimsalar ular? Birinchisi, man nazara fi dinihi, kim qarasa o'z dini masalasida, ila man huwa fawqa, o'zidan yuqori bo'lgan kimsaga, ya'ni dini mavzusiga kelganda o'zidan yuqoridagi odamga, ya'ni o'zidan yuqori degan dinida o'zidan-da mustahkam bo'lgan, dini o'zidan-da amallarni mutqin bajaradigan kishiga din masalasida o'sha odamga qarab, faqtada bi, o'sha odamga ergashsa, nazara fi, ergashsa, bu bitta xislatli odam.
Va nazara fi dunyahu, dunyo masalasida esa qarasaki ila man huwa duna, o'zidan pastdagi odamga qarab, dunyoda mana mendan o'tib ketyapmiz, mana bunda mendek bor narsani ham yo'q bunda deb o'zidan pastdagi odamga dunyo masalasida qarab, fa hamidalloha ala ma faddalahu bihi alayhi, va Allohga hamd aytsaki ala ma faddalahu bih, o'sha narsa bilan unga fazl qilganiga, ya'ni unda bor, o'zida bor, unda yo'q, o'zidan pastdagi odamda. Demak, mashin bilan uni undan afzal qilib qo'yganiga Allohga hamd aytsa, dunyosida o'zidan pastga qarab shukr aytsa, dinida o'zidan yuqoriga qarab unga intilsa, tamom. Katabahullohu shakiran sabir. Alloh uni shukr qiluvchi, sabr qiluvchi deb yozadi. Va man nazara fi dinihi ila man huwa duna, dinida o'zidan pastiga qarasa, va nazara fi dunyahu ila man fawqah, va dunyosida bo'lsa o'zidan yuqorisiga qarasa, fa asifa ala ma fatah, o'tkazib yuborgan narsalarga afsus qilsa, ya'ni dunyosida o'zidan tepadagi odamga qarab, men ham qilganimda mana shunaqa, bundan ham yaxshi qilardim, bu mingan mashinani bundan ham minardim degandaqa o'tkazib yuborgan narsalarga afsus qilsa, lam yaktubhullohu shakira, Alloh uni shukr qiluvchi va la sabira, sabr qiluvchi ham deb yozmaydi. Sunan Termiziy, Imom Termiziyda rivoyat qilgan. Hada, ya'ni mana hadal hadis, mana bu hadis hozirgi hadis. Jami'un, jamlovchidir li jami'i anwa'il khayr, barcha yaxshilik navlarini, turlarini jamlovchidir demoqda. Demak, mana shu joyda yakun qilamiz. Al-maqolatu as-sabi'atu wal 20, 27-maqoladan keyin safar davom etkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi bi dha'fil kasal fanailul ulumi yudhi'u at-tariq wa yaksika tajal.